Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali a'zolari. 2026-yilda biz uy sharoitida tovuqlarimiz uchun yem tayyorlash haqida mana bir video berib qilib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. 1000 ta bo'lishimiz kerak tezroq. Xo'p, yem haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. 1 kilo semichka mana qora pista bo'ladi. Qora mana semichka bo'ladi. 1 kilo semichka, 1 kilo soya, semichka 10 ming so'm, soya 30 ming so'm. Mana 1 kilo arpa. Arpa 10 ming so'm. Guruchning maydasi 5 ming so'm. Yo'q, guruch ham 10 ming so'm bo'lishi kerak. Xo'p, qaranglar. Guruch 10 ming so'm, arpa, mana arpa bunaqa bo'ladi 10 ming so'm. Bu qora narsa semichka. Semichka 10 ming so'm, 30 ming so'm bo'ldimi? Mana bu joyda no'xatga o'xshagan narsa soya bo'ladi. Soya eng qimmati hozirgi kunda soya 30 ming so'm. 1 kilo soya 30 ming so'm ekan. 30 ming so'mga soya, 10 ming so'mlik guruch bilan 40 ming so'm, 10 ming so'mlik arpa bilan 50 ming so'm, 10 ming so'mlik semichka bilan 60 ming so'm bo'lyapti. 60 ming so'mga mana 4 kilo yem olindi. Endi 3 kilo makka 5 ming so'mdan 15 ming so'm, 3 kilo bug'doy 5 ming so'mdan 15 ming so'm. 30 ming so'mlik makka bug'doy bo'lyapti. 60 ming so'mlik qolgan narsalar bor. O'xshay mana shu holati 10 kilo yem mana 90 ming so'mga tushyapti. 10 kilo yem 90 ming so'mga tushyapti. Ya'ni 10 ming so'm mehnat haqqiga hisoblasanglar, 10 kilo yem 10 ming so'mga aylanyapti. Buni yegandan keyin Xudo xohlasa o'sishi, semirishi, tuxum qilishi hammasiga yaxshi bo'ladi. Immunitet, vitamin. Yana bir sanab o'taman. 1 kilo soya, 1 kilo arpa, 1 kilo semichka, 1 kilo guruch. 4 xil narsa bo'ldi. 4 kilo. 1 kilodan 4 kilo qo'shilyapti-da. 5-inchisi 3 kilo bug'doy, 6-inchisi 3 kilo makka. Shun bilan 6 xil narsa bo'lyapti. 10 kilo. Makka bilan bug'doy 3 kilodan soya, arpa, semichka, guruch 1 kilodan 4 kilo. 10 kilo narsa bo'lyapti mana. 10 kilosi 10 ming so'mdan 100 ming so'mga mana shu to'g'ramiz to'g'ri. Buni endi men hozir boshqa idishga olib yaxshilab aralashtiraman va tovuqlarga berayotgan, tovuqlarimiz yeyotgan jarayonni ham bir ko'rsatib o'taman. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Do'stlar, qaranglar mana. Bu soya, arpa, bug'doy, makka, pista, guruch aralashma donni bular qanaqa sevib yeydi, sevib iste'mol qilishini ko'ringlar mana. Mana ko'rishinglar mumkin, bular takratishib yoradi. Suv idishda mana 10 litrlik baqlashkani uy sharoitida tepaga osib qo'yasizlar, sim bilanmi, ip bilanmi. Ikkita tomonini kesib qo'ysanglar, kallasini tiqib bemalol suvni ichib oladi. Pokiza turadi suv. Xo'p, bular jo'jalari sotuvda bor. 5 kunlik bo'lib qoldi. 5 kunlik jo'jalar 10 ming so'mdan sotuvda. 10 ta tuxum qo'yganmiz, 10 tadan 9 tasi ochib chiqqan. Uni alohida jo'jaxonaga yozib boraman, video qilib, shu videoga ulab boraman, montaj qilib qo'shib boraman. Videoga bitta like bosib qo'yib, obuna bo'lib qo'ysanglar kanalimizga. Hozir o videoda ham ko'rsatib o'taman.
Mana ozroq bular ovqatlanishini ko'rib dam olamiz. Keyin nariyada yana qolgan jo'jalarimiz ham bor. Ularni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Hop, endi bu tomondagi jo'jalarni ham ko'rsatib o'tsak, jo'ja emas, ular ham katta bo'lib qolgan.